Bu sizlar bilan chiqimni qanday boshqaramiz? Shu to'g'risida munozaralashamiz. Chiqim degan oshxonadagi umumiylik chiqimni ko'rsatadi. Biz oshxona ijara ilib tijorat boshlagan kundan boshlab, uningdan boshqa chiqimni biz umumiy mablag' bir joyga kelib turib chiqib qilamiz emas. Masalan, oshxona 200 popang, 300 ming qo'yjaman, 400 ming qo'yjaman deb turib ish qilamiz. Bu aydan, lekin oshxona kayjan qilgan kundan boshlab biz material kirgizamiz, ustam taklif qilamiz, nurg'unga ishlama. Shu ishlarni noldan boshlab kelgan vaqtimizda biz chiqimni qanday boshqaramiz? Chiqimni qanday boshqaramiz degan kelgan vaqtida biz tegishli bo'lgan, ya'ni ilishqi tegishli bo'lgan, bizning savdomimizga manfaati yetadigan, shu narsani sotib olgandan keyin bizning savdomiz o'rlab mangadigan yoki ish unum oshadigan yoki ustamlarga, shartlarga, mulozimatchilarga qulaylik bo'lgan ishlarni biz o'ylab yetalgan vaqtimizda chiqim qilish yo'llarimiz ozayib mangdi. Bo'lmasa biz kerak bo'lgan narsani olamiz, lozim bo'lmagan narsani olamiz, nurg'ulg'an narsani bekor olib solamiz. U narsani yilda bir vaqt ishlatmaymiz. Lekin bo'lmag'ur chiqimlarni oldin olmay qolamiz. Chiqimni yaxshi boshqargan vaqtimizda biz topgan pulimiz butun chiqim ketib qolgan chiqadi. Masalan, yangidan bir do'kon ochgan vaqtimizda oddiy qilsa o'zimiz misol bersak, ustam taklif qildik, ustamlar shimoldan kelgan bo'lg'achqa nurg'ulg'an narsani oldirdi bizga. Aychiq narsalar o'tdi. Amaliy sharoitimizga mos kelmaydigan nurg'un narsalar o'tdi. Bizning Kufangda hozir ishiltib boqmagan narsalar bor. U narsalarni men kelgandan keyin bu yerdagi iste'molchilar uni qabul qilmadi. Biz u narsani aklab, pishirib, ishlab tomoq chiqarishga yoki shu taxsillarni ishlatishga bizning rayonimizdagi xaridorlarni birlashib qilib bo'lmay, shu materiallarni biz ishlatmay Kufanga biz qo'yishga majbur bo'lib qoldik. Uni sotsak yutib olmaydi, yo tuyxob qilib bo'lmaydi. Mana shunda chiqimni biz o'ylamagan yerni qilib qoldik. Undan keyin u ustamlar bu yerga kelib ko'namagan bo'ldi. Tomoqlarni ta'miga bizning xalqimiz, iste'molchilarimiz ko'namagan bo'ldi. Ustam almashtirdi. Ustam almashtirgandan keyin almashtirgan ustamlar o'zininki hunarga yarasha material olgan. Biz uni bisib qo'yib turib, yana boshqadan ilishga majbur bo'ldik. Biz shu joyda chiqimni boshqarmaganlik sababidan mana shunday bo'lmag'ur chiqimlarni qilishga majbur bo'lib qoldik. Hozir yangidan oshxona ochgan Loban xo'jayinlarning oldinlariga keladi. Yangidan bir so'g'ich taklif qilsanglar, bu ustamning olayotgan nurg'un narsalari bor. Tumishqonlarni o'tlab olib, hammani oldirdi. Men bu oshxonada qanchalik ishlaman, qanchalik tura olaman, o'zimni hunarim qanchalik, mening fazilatim qanchalik, oshpazlik axloqim qanchalik. Bu Lobanga men bunday narsani oldigan yarasha, bu narsaning puli chiqib bo'lganligini men ishlab beralandim yo'qmi deganda o'ylab yetmay turib, o'sha hammani meni oldirdi. Kalon ishlatmasangiz, nurg'ulg'an bo'lmag'ur chiqimdan ilib borasiz. Chiqim qildi degan gap, yanchiqni chiqib degan gap. Yanchiqni chiqayotgan pulni biz qaytarib eklanishimiz kerak. Silib eklangan vaqtimizda biz foyda olgan bo'lamiz. Chiqim qilgan pulni shu pit qaytib kelsak, biz ziyon tortgan bo'lamiz yani. Nima ziyonmi? Vaqt ziyon, pufrash ziyon, kalla ziyon bu. Şuna biz qilgan chiqimimizni aslab qaytib olgan vaqtimiz biz pul topalaymiz. Hozir yangidan emlashmay sas qadam qo'ymoqchi bo'lgan xo'jayinlar, lo'billar, mush gapni obdan anlasanglar, bundan keyin emlashmay sasga qadam olgan vaqtlarda mushuni o'ylab yetalaysiz. Eng avval qilib qo'yishinglar chiqimni qanday qilamiz? Chiqimni qanday boshqarib ilib bo'lamiz? Bu material deganni keyin tutib turdik-ku. Buni so'zlab qoldik-ku. Chiqim hamma narsani o'rtaq biz chiqim deb ataymiz. Yangidan chiqayotgan pullarimiz chiqim bo'ladi. Bu chiqimni qaytarib eklashning usullari har xil, ko'p xil. Bayon birga xato qilib so'taman. Shu chiqimni uni aka bo'g'ich bo'lgan holatda tura olamanmi yo'qmi deb o'zinglarni tanqid qilmaysan. Sizlarning pek uzoq ishlaganlar maoshni yaxshi deysizlar, shu maoshga uzun ishlab bo'lsa, jiq pul topganlar, lekin oshxona ochgan xo'jayin ayada chiqimni boshqarishdan boshqa, yana boshqa 3 xil boshqarish, 1 xil boshqarish va o'shani yaxshi ilib bo'lmay topgan pulni to'g'ri yo'lga ishlatmayman. Sizlarning maoshinglarni berilmagandan keyin yo 3 oyga paylaysizlar, yo 6 oyga paylaysizlar, shuning bilan peshtaman xalatni tashlab mont qilish chiqadi. Buningga yolg'iz ustamlar ham sababchi emas. Buni oshxonadan xo'jayin sababchi. Xo'jayin shu material boshqarish, chiqim boshqarish, kirim boshqarish, odam boshqarish, bir xil boshqarishdan iborat. Shu oshxona umumiy gavdasini tashkil qiladigan qurilmalarni yaxshi ilib bo'lmagan vaqtida bir nuqtadan chatoq chiqdi, hammasi qilib olib ketdi. Masalan, chiqimni yaxshi boshqaramadingiz. Bulmur narsani ilib olayverdingiz. Bo'lgan soliqqa buga 10 million soliq qildingiz, 2 million qo'cha qildingiz, bilmaga bilim oldingiz, narsaga bilas oldingiz degandek pulni qaytardingiz. Buga o'tdi, o'g'illik o'tdi, material yug'ilishiyverdi. Shu 10 ming ko'ylak bo'lgan sodingizga balki 8 ming ko'ylak material ketgan bo'lishi mumkin yoki 9 ming ko'ylak material ketgan bo'lishi mumkin. Agar materialni yaxshi boshqargan bo'lsangiz, 7,5 ming ko'ylak material bilan 10 ming bozor ola olasiz. To'g'ri bo'lganda agar boshqarmay qolsangiz, hatto 10 ming ko'ylak material desiz, 8 ming bozor qilishingiz mumkin. Bu yerda chiqim yaxshi boshqarmagandan keyin topgan pulimiz chiqim ketib qoldi. Bir kun 2 kun o'tib oy to'shgandan keyin kadi pul yo'q. Ustam malning maashi to'shdi. Malning maashi berilmagandan keyin 31-kun esa
balla soluşuq başlaydı. İşlemizin sınavda olsun bular o'zi chunki do'konga yig'ilgan har qanday usta mulozimatga chevret balaning hammasi manfaat uchun yig'ilgan, pul tepish uchun yig'ilgan. Ularga sizniki o'tib qoldingiz bo'lgan taqdirdami ular pul tepish uchun keladi o'xshaysiz. Balalarimiz bo'lib qolgandaki o'zingizning balalarimiz bo'lsa bir oshxonani tashkil qilib ich bo'g'il bo'lmaydi. Cho'qim sizga adam teklif qilsa to'g'ri keladi. Teklif qilgan odamlar hammasi pul tepish uchun keladi. Mush odamlarga biz pul bermay qolamiz. Chiqim yaxshi boshqarmadik, pul qolmaydi. Pul qolmagandan keyin oy to'shida maosh bermaysiz. Maosh bermagandan keyin usta bo'lib ishni buzadi. Materialni isrof qiladi. Materialni chim tutmaydi sizga. Shuning bilan bu bir qurilmadan chataqishda hammasi tanlovchi olib keladi. Sizda kirim bo'lmasa kirimni qanday boshqarish uchun kirimning boshqarish usuli bor. Kirimdan tortib boshqaramiz oshxona. Bu oshxona bo'lgan so'lning hammasi siz qilayotgan pul emas, hammasi sizning foydangiz emas. Bu yerda nurg'a odamlar bor. Dukkajoz va sut puli, to'q puli, gaz puli, adam ishi, furash haqidan iborat nurg'ulg'an chiqimni qilib o'tib ish qilgandan xayrisiz bo'ladi. Uni boshqa xayrisiz, boshqa pul xayirgan bo'lasiz. Ustamning pulini xayirgan bo'lasiz shu. Fondongning pulini xayirgan bo'lasiz. Buni qanday qilamiz? Sistemlashtirib ilib boramiz. O'zimiz tayyor bo'lgan qismini qilamiz. Har qanday sharoitda. Shunday qilgan vaqtingizda oymay balaning maoshini berasiz. Balaning maoshini bergandan siz yo'qam, shu balani shu loyiq xizmatga solaysiz. Uni xato qilib yo'qlamasasiz bo'ladi. Yig'inasiz bo'ladi. Buzilgan tuzilgan narsani to'laysiz bo'ladi. Nima qilsangiz sizning yo'lliq bo'lardi. Balaning maoshini bermay turib siz qanday qilasiz? Hatto materialning pulini nasiy qilib qo'yib turib, material tanlash huquqingiz bo'lmaydi deb qo'ying. Kasap qazalab qalsangiz shu inekning go'shini, sog'liqning go'shini, qirq qo'yning go'shini akab beradi sizga. Ustam tuzuk bir ish qiladi, ondan pul bersa, pul olsa meni qiladi deydi. U qasab nima yemjian olgan kuningiz vetverga chiqadi. Hamma material shu. Ustamning shu. Ustamligimni maoshini bermay turib, qo'ldangacha bir put qilmaysiz. Malag'man tuzuk olib, ustam men sen tuzuk qo'yildi desangiz, kimishni vang qo'ydi jo'zda degan. Maosh bersa, misol, qalisiq bo'lgan vaqtida bilan yaxshi qiladi. Kalıs tinch xotirjam bo'lgan vaqtida seni yaxshi qo'rg'iladi, oshni yaxshi sog'iladi, munosabatni xaridorlarga iliq choy ichib qig'il bo'ladi.